qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Newsweek to'rining 13 aprildagi xabarida Amerika kishilik huquq doklati Xitoy Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizyapti dedi. Amerika prezidenti Jo Bayden Rossiyani Ukrainada irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan aybladi. Amerika tashqi ishlar ministrligining seshanba kundagi yangi dokladida Bayden hukumati Xitoyni Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishni davomlashtirmoqda dedi. Irqiy qirg'inchilik jinoyatining oldini olish va jazolash ahdnomasiga asosan irqiy qirg'inchilik ma'lum bir millat, irq, etnik va ya diniy guruhini tamoman yo'qotishni maqsad qiladi. Tadqiqotchilar va inson haqlari guruhlari atalmish Şinjandagi sistemlik bostirishda tug'utni cheklash tadbirlari orqali Uyg'ur nüfusini a'lolashtirish nishoni Xitoy hukumatining hujjatlarida bayon qilindi. Amerika tashqi ishlar ministrligining dokladida Uyg'urlarning tutqun qilingan oila a'zolarining qo'yib etilgandan keyin o'lib ketganligiga doir nurg'ulg'an dokladlar bor. Yolg'iz chegara ichidagilarga chet ellarni ziyorat qilmaslik uchun pasport, viza ishlarini to'xtatib qolmasdan balki chet eldagi Uyg'urlarning Sharq Turkistonga berib ziyorat qilishini cheklab, viza ishlarini to'xtatgan deyildi. Doklad yana Xitoyda tug'ilgan rejissor Chilo basketbol mahiri Anas Qantar erkinlik, Xitoy tennis top mahiri Peng Shuaining harakatlarini Xitoyning jurnalistlar, advokatlar, yozuvchilar, o'qituvchilar va shikoyatchilarni keng ko'lamda ayblashni o'z ichiga olgan erkin fikr qilish va axborotga og'ir zarba berish qilmishini o'z ichiga olgan. Mart oyida Amerika hukumati Uyg'ur amerikaliklarni o'z ichiga olgan diniy faoliyatchilarga qarata chegirdan halqib hujum qilishga mas'ul deb qargan Xitoy amaldorlarini jazoladi. Davlat ishlari katibi Antony Blinken Beijingni chet elda bexatarlikni ko'zlaydigan millat va diniy osonlik guruhi a'zolarini va bu ojiz ommaga vakolatan so'z qiladigan Amerika fuqarolarini parakandachilik selish, qo'rqitish, tekshirish va tutqun qilish bilan aybladi. Xitoy azaldan qilmishlarini inkor qilib, yomon g'arazlik, yolg'on deyish orqali beshamlikni davomlashtirdi. Özlüksiz yanılayotgan dokladlar və hayat qalıqçılarının guvalıq sözləri Xitayning kishilik huquq xotirasini G'arb bilan bo'lgan ixtilofning markaziga aylantirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 14 aprel kuni Twitter hisobidan Amerika tashqi ishlar ministrligi yangidan e'lon qilgan inson haqlari dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilikni yurgizishni davomlashtirayotganligini ta'kidladi. Biz Amerika hukumatining 21-asrdagi irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun kuchlik siyosatlarni yo'lga qo'yishni talab qilamiz dedi. 13 aprel kuni Amerikadagi kommunizm qurbonlarining xotira fondida muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirildi. Yig'inga Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi va Sharq Turkistonlik qarindoshlar, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokati Rodney Dexton, Amerika parlament a'zosi Chris Simms, Sharq Turkistondan kelgan lager shoidi Ovalbek Turdaxun va uning ayoli nurg'ulg'an jurnalistlar va muxbirlar qatnashdi. Sharq Turkistondan kelgan lager shoidi Ovalbek Turdaxun Xitoyning lagerga qamab olish bahonasi, lagerda beshdan kechirgan uqubatlar, safar sarguzashtlarini anglatdi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida ishlaydigan Sharq Turkiston surgunda hukumatining advokati Rodney Dexton Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyni tekshirishining muhimligini ta'kidladi. Amerika parlament a'zosi Chris Simms Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlari uchun Xitoy hukumati va Xitoy kompartiyasining mas'uliyatini surishtirishning muhimligini qayta ta'kidladi. Xalqaro kechirim tashkilotining 13 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Xalqaro kechirim tashkiloti Buxalcham Abdulla va uning 13 yoshli qizining Xitoyga qaytarilishining tayyorligi uchun Xitoy virusi siniqi elib berilganlik uchurini topshirib olgan. Soqchilar ularga shu yer vaqtida kech soat 9da chegirdan chiqarish markazidan yo'lga chiqib, Guangzhouga qarab uchadigan aeroplanga chiqishga tayyorlik qilish kerakligini aytgan. Xalqaro kechirim tashkilotining O'rta Sharq va Shimoliy Afrika ishlariga mas'ul muavin mudiri Lin Maluf, Saudiya Arabiston doiralari 13 yoshli qiz va uning onasini o'z ichiga olgan 4 nafar Uyg'urni chegaradan qo'g'lab chiqarish planini darhol to'xtatishi kerak. Bu 4 nafar Uyg'urni Xitoyga topshirib berish Saudiya Arabistonining xalqaro qonunga xiloflik qilib, majburiyatini ado qilmaganligi bo'ladi. Saudiya Arabiston doiralari ularni Xitoyga avatishni zodimi o'ylamasligi kerak. Xitoyga topshirilsa, ular xohlagancha tutib turiladi, ziyonkashlik uchraydi va qiyin qistoqqa aylanishi mumkin. Dunyo darhol inkos qaytarishi va
bu 4 nəfər Uyğurni bir neçə saat içində bu afət xarakterlik sürgündən toxtatishi kerak. Saudiya Arabiston bilan diplomatik münasibati barlıq hökumətlərinin dərhal Riyad dairələrini məcburiyyətini ado qilishqa və chegaradan qo'g'lab chiqarishni to'xtatishga da'vat qilishi to'liq muhim dedi. Xalqaro qonun bo'yicha qaytarmaslik prinsipiga asosan hamda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qiynashqa qarshi turish ahdnomasiga qatnashgan davlat bo'lish sifati bilan Saudiya Arabistonining hech kimni qiynash yoki boshqa rayimsiz, insoniyatsiz qilmishlar bilan shug'ullanadigan, xatarga duch keladigan davlatga qaytarmaslik majburiyati bor ekan. Hurlik bo'lmagan yerda o'lim va halokat bordir. Hurlik ilgirlashni to'qidi. Hurlikka mustaqillik orqali, mustaqillikqa xalqning irodasi, qarori va tirishchanligi orqali erishiladi. Davlatning egilik huquqi uchun hamma narsani taqdim qilish vijdon va sharaf burchidan iborat. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.